Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kun. Mana bu kecha Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod shahridagi musobaqani o'tkazib, karate bo'yicha. Bugun mana Aslonbob ayliga keldik. Kun bo'yi mana yigitlarimiz bilan mana bunday chiroyli joylarda bolalarimiz ekskursiya qilib, aylanib dam olishga chiqishgan. Shu jumladan bugungi kunda mana birinchi o'rinda olgan ushbu musobaqada Abdulaziz bilan tanishamiz. Salom Abdulaziz. Assalomu alaykum hammaga. Kayfiyatlar qanday? Zo'r, yaxshi. Yaxshimi? Musobaqa taassurotlari qanday bo'ldi sizda? Kechagi musobaqa zo'r o'tdi. Men Aha. Muhammadjon domlam o'rgatgan, shunchalik qilgan natijalari bugun ko'rsatdim. Yaxshi. Musobaqada men faxrli birinchi o'rinni olib, Raqiblar qanday ekan? raqiblar kuchli ekan juda. Aha. Birinchi o'rinda olibsiz-a shunda? Birinchi o'rinni oldim men. Bu natijaga yetib kelishim uchun ota-onam shunchalik sharoit qilib, mashinaga jo'natishdi. To'xtalasa men katta bo'lsam ota-onamni mana shu yerlarga, hojilarga olib borish nasib etsin. Hammaga salom va boshqalarga olib. Yaxshi. Bu yerlar qanday? O'sha masalan Aslonbob sharsharasi oldimizda turibdi. Qanday? Yoqdimi sizga mana Aslonbob sharsharasi qanday ekan? Umuman qishloq bu yer tabiat qanday sizga taassurot qoldirdi? Menda yaxshi taassurot qoldirdi. Bu yerlarning havosi toza, yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Hammaga xayr, boshqalarga obod bo'lsin. Yaxshi, rahmat sizga.